Men azaldan bo'yalmayman. O'sha oldindan Rossiyaga ketganman, keyin boraman, ishlamayman, aylanib kelaman deb dadamni aldaganman-da. Aytda yursangiz, bitta militsiyani nimasiga, mashinasiga ko'zi tushib qolsa ham sal nimaroq odam bitta infarkt, insult oladi-da agar. Aniqda qo'rqadi. Ay mamajon, ay mama, sig'mayapman olamga. İçimdagi dardimni qanday aytay onamga. Keyin yana Rossiyaga bordim keyin. Qiziq gap gapiryapman hozir. Albatta. Kimda yo'q ekan gunoh, kim farishta, kim oppoq, tiriklikda bo'laga hamma o'zini bilsin. Xursand bo'lib ketganman o'shanda patentim kuyib qolganiga. Endi odam haligi nima katta ketishingiz ham bo'ladi-yu. Men sonsa sotamanmi, aylantirib deysiz. O'shanaqa nima ichimdan o'tdi-da, keyin o'zimga o'zim aytdim. Dedim, sen kimsan dedim o'zimga o'zim. Shu bir og'iz so'zim qolgan, bo'g'zimda dard tizim qolgan. So'nggi bora qo'ng'iroq qil, senga bir so'z ilinyapman. Tushimda Otabek Muhammadzohid kirdi. Pichadan keyin rosa ahd qildim-da o'zimga o'zim. Endi dedim, qo'shiqlarim, kommentlar keladi-yu, soldatskiy nima qilyapsan, soldatskiy aytma, muzika ham yo'q, falsh aytyapsan deb kommentlar kelganda, endi dedim musiqa bilan yoziraman qo'shiqlarimni dedim. Shu uyimiz bo'lmagan. Uyimiz bo'lmaganligi bitta shu nima xolos-da. Uyimiz bo'lmagan xolos. Biror bir yumush bilan, viqorli yurish bilan, yo yomg'ir tinish bilan o'tarmikan bizni ko'chadan. Oldin qo'shiqchi bo'lishgan, qo'shiq aytishgan ekan, keyin surmachirib qo'yishgan ekan. Keyin hijjatchi bo'lishgan. Tez gapirib o'tib ketish uchun. Borganingizdan keyin o'rtada o'zingizni qo'shig'ingizni aytib tursangiz, bunday qiladi-yu. Nima qilishni bilmay qolasiz odam. Nima qilay deysiz? Bunday qiladi. Endi sevgi haqida aytsam, shipga qarab, bunday qilib qolishadi. Qizimning ichida nima bor ekan deyishdi. Kutib yurdim o'zi. Oxiri ham chaqirtirdim. Ha, jonajon bo'lsin.